Hurmatli obunachilar, O'zbekistonda yangilik, katta yangilik, bu dunyoda ham yangilik. Endi qo'ylaringni bemalol o'tlarni tashab qo'yib ketaverasizlar. O'zi boqib, o'zi katta qilib, o'zi qo'yib otanga boraveradi xullas. Xo'p, Abdurahmonjon, bu apparatimizni batafsil o'zingiz ko'rsatib bersangiz. Aha, bo'ldi, aka, ko'rsatib beraman aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, bu apparatimiz qo'ylarga yem bergani maxsus ishlangan. Ustiga yemlarni tashlab qo'ysalar ham o'z vaqti kelganda mana yemlarni to'kib beradi. Qo'ylarning bir tarafdan kelib yemlarni yuvadi. Buni yaxshilik taraflari o'sha 3 ta bo'lmaga bo'lib chiqilgan. Misol ertalabki yemlarni, obedki yemlarni, kechki yemlarni bo'lib tashlab qo'ysalar, o'zini soatini kiritib qo'yasizlar. Soatini kiritganlardan keyin o'sha vaqt kelganda o'zi yemlarni to'kib beradi. Buni yana bir foydali tarafi, yoniga sensor qilganmiz, va o'sha vaqtlarni boshqarib, hamma detallarni o'zidan kiritsalar bo'ladi. Yana undan ham qiziq joyi, buni masofadan turib ham telefon orqali programmasini o'rnatib, masofadan boshqarsalar ham bo'ladi, Wi-Fi orqali. Wi-Fi orqali, Wi-Fi orqali boshqarsalar ham bo'ladi. Bunimiz hozir 4 ta, 3 ta qo'yga mo'ljallangan. Ha, 3 xonali, 3 ta qo'y. 4 ta qo'yga mo'ljallangan. Buni xohlovchilar uchun 2,5 metrgacha bo'lgan masofadagina yasasa bo'ladi aka. 2,5 metrgacha yasasa bo'laveradi ekan. 2,5 metrgacha masofadagina yasasa bo'ladi. Ustilarni qopqoq qilganmiz. Yopib qo'yishadi. Albatta, qush-qushlar kelganda himoyalangan bo'lib turaveradi. Himoyalangan bo'lib turaveradi. Shuni holatda turaveradi aka. Abdurahmon, endi hozir savol paydo bo'lishi mumkin. Razvedkali o'sha tok holatiga yaqin bo'lgan oxirlarda oldiga qo'yiladi, to'g'rimi? Ha, qo'yiladi, qo'rasiga oldiga qo'yiladi. Hop. Endi hozir tepasi bekiladi deyapsiz, yem tashab qo'ygan, ertalab yem tashab qo'yiladi, shu bilan ag'aga ketaveradi. Misol ertalab bitta o'zlari kelib zapravka qilib qo'yishadi, ha? Degan, misol ishlariga ketanlarni, to'xtoqqa, sayohatga ketanlarni bemalol ketaveradilar, qo'ylardan xotirjam bo'lib aka. Deylik, mana unisiga misol kunjarasini solsa, monosiga silosini solsa, monosiga shunaqa narsa ham bo'ladi, lekin xohlagan mahsulotlarni solib qo'yishaveradi aka. Aralashmadan, ha? Aralashmadan solib qo'ysa, o'zini vaqti kelganda o'zi to'kib beradi aka. Deylik, mana o't solaman degan bo'lsa, misol hammasiga o't solib qo'ysa qanaqa bo'ladi? Birinchisi ishlaydi, ikkinchisi ishlaydi, shunaqa nima yo'q, ha? O'zi qaysi birini nima qilsa, o'shanisi to'kib beradi aka. Misol ertalabkisi, misol o'tini ertalab beraman desa, xohlasa hammasini yarim soat oralig'ida qo'ysin. Oralig'ida qo'ysin. Xohlasa o'sha ertalab, bitta kech paytga qo'ysin vaqtini. Kech paytga qo'ysa ham bo'laveradi. Misol o'zidan kelib chiqib qo'yib beraveradi aka. Ha, o'zini ixtiyoriga qarab qo'yaveradi. Xo'p, suv qo'yadigan joylari ham o'rnatib qo'yiladi, yonlariga o'rnatib qo'yiladi. Endi hozir bularimizni narxi qanaqa endi? Eng muhim joyi. Narxi 3,5 million so'mdan hozir qilib beryapmiz. Misol metriga qo'shilgan sari narxiga qo'shilib ketaveradi. Endi apparaturasi bitta bo'ladi-yu, uzunligiga o'sha temir hajmiga qo'shilib qolishi mumkin. Boshqa o'sha apparat rasxodlari bir xil bo'ladi. Apparat rasxodlari bir xil bo'ladi. Buni oxirlarni mana tortganda chiqib keladigan qilingan, yuz chaqagani ham oson ekan. Ha, bemalol tayyorlasa bo'ladi. Ha, o'sha qulaylikga ega ekan. Ha, bemalol ishlasa bo'laverar ekan, mana ko'rib turibsizlar. Narxini qancha deb aytdingiz? Yana bir qator eslatib qo'ying. 2,5 million so'mdan beryapmiz. Yana bitta muhim joyi, ko'pchilik misol svet o'chib qolishi mumkin deganlarga xohlasa, buni ichiga akkumulyatorni ham qo'yib beramiz. Akkumulyator qo'yib beriladi. Zaryadli. Buni 1 kun davomida o'sha svet yongungacha bemalol ishlatib beriladi. Necha volt bilan ishlashi mumkin? 12 volt, 5 volt atrofida ishlaydi. 5 voltdan 12 voltgacha ishlaydi. Allaqat tortmaydi. Tok tortmas ekan, hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Yana qo'shimcha savol bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari qo'y-qo'ralar bor, ha? Qator tanishtirib o'tasiz, Abdurahmon. Qo'y-qo'ralarda ham har xil turlardan, shahar sharoitida, kichkina joydan ko'proq daromad olaman deganlarga har xil turlarda yasab beraveramiz aka. Mana shular hozir 8 talik variant aka. 8 talik variant. Bemalol, tomlari ham ajraydi, chiqadi. Ham ajraydi. Tomlarni ham yig'ilib sochilgani bilan 2 ajraydigan qilganmiz. Yarimini alohida, yarimini alohida olib borib turib. Utublovni qilingan ekan tevasiga. Hamma sharoitlar qilingan ekan. Poltaxtali. Bu mana shu 9 talik deyapsizmi buni? 8 ta 10 ta ketaveradi. 8 ta 10 ta ketaveradi. Buni narxi hozirgi kunda 5,5 millionga tayyorlab beryapmiz. 5,5 million so'mga tayyor bo'lar ekan, mana hurmatli obunachilar. Hozir bunisi-chi, bunisi? Bunimiz endi 1,40 ga, endi 1,5 metrlik.
bunimiz yig'ilib sochilmaydi. Ikki kishi xohlagan joyiga ko'tarib jildirsa bo'ladigan variantida. Bularimiz 1 million 200 mingdan chiqyapti. 1 million 200 mingdan Taxlanmaydigan variant. taxlanmaydi. Bu tayi ajraydimi buni? Yo'q, tay ajramaydi. Shunday ko'tarma holatda xohlagan joyga ustanovka qilsa bo'ladi. Ustanovka qilsa bo'ladi. Taxlanmaydigan variantida. Pastiga g'ildirlarni ham qo'yib berishi Ha, mumkin. agar zakaz qilinsa qo'yib beraveramiz aka. Kelishib. Ha, yurishi mumkin. Ha. Bunimizchi endi. Bularimiz uzunasiga 4 metrga eni kattaroq qilingan 180. Bularimiz 10 ta 12 ta qo'yga moslangan variantida. Bularimizni narxi aka tomlari bilan 6,5 million so'm, mashq holatda 5,5 million so'mga chiqyapti aka. 5,5 million so'm. Ha, menga bitta qiziq narsa bor. Mana u haqida batafsilcha ma'lumot bersangiz, bu qo'ramizdan bir ajoyib ekan. Chorvador, gala qo'yib boqadigan akalarimizga qo'zi, ena sog'liq qo'yib boqadiganlarimizga ustiga mana shunaqa pressdan ikkita tashab qo'yilsa, qo'ylar keladi, o'ziga kerakligini tortib yeydi. Tortib yo'radi. Rasxoti ham oxirida ichiga tushadi-da. Mana bu o'zining kulchovoy joylari bor, shuni aylantirib turib. Ha, Ko'rsa bo'laveradi, bitta albatta ko'rsa bo'laveradi aka. Mana. Ha. Umuman har xil variantlarda qilib qo'llasa bo'laverar ekan, ha? Ha, xudo xolasa har xil variantda, xolasa bega, xolasa somon tashab qo'yaveradi aka. Ha, bunisi ham bir boshqacha ekan, bu katayli ekan. Ha, bunisini sig'imi kichikroq. Bularni bo'ynab chiqilgan, hali qo'ylar o'sha yo'llarga. Ha, qo'chqorlar o'sha. Falashni yemaydi aka. Talashni. Oxirlarni mana yonboshi orqadan qilingan. Ha, ajrab chiqaverar ekan, ha? Yum chaqa joyiga surib Yum beradi. chayqab joyiga qo'yib qo'ysalar ham bemalol bo'laverar ekan. Bir tarafdan 8 ta, yana bir tarafdan 8 ta, 16 ta qo'yga mo'ljallangan bu. 16 ta qo'yga mo'ljallangan, ha? Qo'rani o'sha nimasini moslab, ha, qo'yilaverar ekan bemalol bir tomoniga. Ha, bu hali tunikaligimiz tepasichi bu. Bularimiz mashlarimizni bir tomonlamali. Bir tomonlamali. Bitta po'stda qo'ylar oldimi? Ha. O'zlariga qo'shadi, endi tashishadi, qo'ylarga surib qo'yaveradi. Subhanalloh. Tomonini bedasiga tashab qo'yadi. Bundan esa papelya bo'lmaydi. Qo'ylar kelib tortib yo'radi o'zi kerakligini. O'zlariga kerak bo'lgan nimalarni yeyolaveradi. Yo'radi. Ha, bu holatida, bu tomonida bunaqa ekanda. Bu bir tomondan mayoqqa kelib qo'ylar yeydi, boshqa tarafdan o'sha egasi, qo'yda egasi Tortib olib, ha, yem hashayini bersa bu bemalol bo'ladigan ekan. Ha, juda chiroyli oxir hisoblanar ekan. Qulayliklarga ega, o'sha egalari ham qiynalmaydigan oxirlar bor ekan. Hurmatli obunachilar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.